Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun yana To'rtko'l tumanida mijozimizning mebellarni yuvib berdik. Va yuvib bo'lingan mebellar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana bir uголogimizni yuvib turibmiz. Bu yon tarafda ximikat sotilib turibdi. Bu taraf aparatimizda ishqalab kirlar yumshatilib turibdi. Bu mebellarimiz esa yuvib bo'lingan. Mebellarni yuvgandan keyin rangi o'chib, islanib qolishi mumkinmi deb qo'rqmasligingiz mumkin. Bemalol bizni ishlab turgan ximikatlarimiz mebelingizga hech qanday yomon ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat kir, dog' va yog'larni olib tashlaydi. Sizni mebelingizni olgan vaqtingizda yuvib qilib, top-toza qilib beradi. Siz ham shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Zamon tozalik xodimlariga murojaat qilaverasiz.